Assalomu alaykum. Yana muhim narsalarni aytib o'tamiz. Juda ham ehtiyot bo'lamiz, juda ham ogoh bo'lamiz. Ogohlikka chaqirishga majbur bo'layapmiz. Ya'niki 28-aprel kuni, ya'ni kecha finalniy sud bo'ldi. Finalniy sud bu 3-marta bo'lishi, ya'niki bir mijozimiz boshqa advokatdan kelgandi va biz ishini davom ettirdik. Qiziq holatga duch keldik. Ya'niki aytmoqchimanki, kechani o'ziga prokuror aytdiki, bunga o'xshagan, ya'niki ta'qiblar tarixi deymiz, ya'ni biz tilimizda case deymiz. Ta'qiblar tarixi 100 dan oshiq odamda bir xil deyapti. Ya'niki kechaniki, ya'ni sud bo'lish kerak bo'lgan mijozimizni ta'qiblar tarixi prokuror sistemasida xuddi shunga o'xshagan ta'qiblar tarixi 100 dan oshiq bir xil. Bu nimadan dalolat beradi? Bu dalolat beradiki, oldin siz kelib turib work socialga, work authorizationga yoki social security anaqaga olish uchun 589 formani ko'rona bilib bilmasdan, ya'niki boshqalarning tilida aytganda kimdir pul ishlash maqsadiga sizga ta'qiblar tarixini sotgan bo'lsa yoki sizni ta'qiblar tarixingizni unga gapirib bergan bo'lsangiz, u sizni kesingizni birovga taqdim qilgan bo'lishi ham mumkin, birovga sotish ham mumkin. Bunday holatlar juda ham ko'paygan hozir. Ya'niki 2025-yil 5-yanvardan keyin sud sistemasi va prokuratura DCS sistemasida to'liq holatlar nazoratga olingan. Ya'niki sizning ta'qiblar tarixingiz boshqaniki bilan bir xil bo'lishligi mumkin. Ya'niki aytmoqchimanki, ko'rinish holatdan bir xil bo'lishi, lekin voqea sodir bo'lganligi bir xil bo'lishi bu shubha ostiga olib keladi va bu o'z-o'zidan dalolat beradiki, shu inson yolg'on gapirayotganligi. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz, agar kimda shunday bo'lsa, ya'niki bu o'zi ta'qiblar tarixini sotib olish mumkin emas, qonunan taqiqlangan, ya'ni sizga o'ylab topish ham mumkin emas. Ya'niki yordam tariqasiga yordam bergan bo'lishi mumkin ba'zi bir insonlar, yordam tariqasida, ya'niki shu vatandoshimiz shu o'zi o'rnini egallasin, shu yerda bir qo'nim topsin, boshpana topsin degan yordam tariqasida qilganlar bor. Lekin xuddi shunday holatda boshqalar pulga sotib, pul ishlash maqsadida bir ta'qiblar tarixini bir necha bor ko'paytirib va sanalarni o'zgartirib boshqaga berish, bu juda ham yomon holat. Ya'niki sizning hujjatlaringiz sud va prokuratura tizimida chiqqanidan keyin va jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Kim qilib berganini siz isbot qilib bera olmaysiz albatta, va sizga nisbatan yoki deportatsiya bo'lishi mumkin yoki jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz, ogoh bo'lamiz. Barchani Alloh o'z panohida asrasin. Salomat bo'ling.